Assalomu alaykum. Mening asal obunachilarim. Sizlar bilan yana Asal Buvijon oshxonasida biza. Bugun sizlar bilan Asal Buvijon uslubida tovuqdan kotlet tayyorlaymiz. Albatta oldida garnir bilan nimalar solinadi, nimalar qilinadi video davomida aytib ko'rsatib ketaman. Asal buvijonimiz birinchi bo'lib nonni sutga bo'ktirib oldilar va bo'ktirilgan nonga tayyor qilib olingan tovuqli farshni solib, unga tapga qarab ziravorlar va tuxumni ham solib yubordilar. Uni yaxshilab aralashtirib oldilar. Uni ehtiyotkorlik bilan olib, mana shunday dumaloq shaklga keltirib olamiz va uni talqonga aralashtiramiz. Va so'ngra orqa va oldini qizartirib olamiz. Qizartirib olingan kotletlarimiz tayyor va uni duxovkaga solamiz 10 daqiqaga. So'ngra ungacha biz qaynatib olingan kartoshkani unga sariyog' va yana sut solib, mana shunaqa qo'lda boshqariladigan blenderda yaxshilab aralashtiramiz. So'ngra duxovkadan kotletlarimizni olamiz. Ularni ust-ust qo'yib, ana endi ovqatni suzishga o'tamiz. Mana shu pyureni mana shunaqa qilib ko'ryapsizlarmi? Ajoyib tarzda qilingan va kotletlarimizni taxlab olamiz. Mana shunday san'at asari yaratdilar Asal buvijonimiz. Fikringlarni kommentariyaga yozinglar. Like bosish esingizdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha.